Sahnada Toshkent kimyo texnologiya institutining atom jamoasi. Boshlovchi sahnada, atom desa orqada bitta gvardiya nima dedi dediradigan komanda. Assalomu alaykum. Alo. Men o'zim bilaman. Tinch qo'ymani, hayotdan chiqib ket. Alvido, o'zim bilaman men. Kim? Rektor chiqib qimtiq maqtagin deydi. Shahboz aka, nima men bu ikkalasiga katta ishton kizib qo'ygansiz? Bular qo'lni band qilmasam mikrofonga gapiraman deyapti bular. Aka, jamon yangi ishtirokchi oldik. 12 yildan beri qiviz o'ynaydi. Olmos, eskini yamanguncha esing ketadi. Nima deyapsiz aka? Hazil bilan yoring aka. Bir kuni jonidan to'ygan baliq o'zini suvga tashlabdi. Sen ishton yechasam menga berasan, bu kiyadi bu. Ye burningga nima qildi? Men kecha talpada edim. Ye, men ko'rsatib beraman. Kecha sport zalidan qaytay ko'rdim, sevgan qizim akalar yo'lim to'sib oldi. Bitta urdi meni. Yig'laganim yo'q mana. Keyin kuchim to'plab bilan bitta urdim. Men urganim tegmadi. Keyin akalar butilka olib keldi. Bu yog'ini o'zing ko'rsatib berasan? Yo'q. Keyin butilkani boshimga urib sindirdi. Aka, qo'shig'im bor bitta aytay. Mikrofon qiynab oling sen. Ha bitta aytqan. Bu yurak seni iz. Bo'l. Ta'zim qil. Mikrofonni ber mikrofon. Kir ishton ichiga kir. Urib o'ldiraman. Kir chiqma, kir. Yo, jo'ra. Bu shogirdlarni sen urishma. Bir paytlar sen ham shogird bo'lgansan. Yig'lagim keldi gapingga. Haqiqatan, men shogird bo'lganman-da, ustozim bilan qiziq voqea bo'lgan. Nima muzika qo'yadi bu yoqqa? O'tib voqea aytaymi? Bir kuni ustozim magazindan pranik olib keldi. Men pichni olib keldim. Pranikchi? Pranik yo'q ekan. Ishtonga joy bormi? Aka, jamoaga 3 ta model qiz olganmiz. Yaxshi qiz. Tak, stop. Mana bo'lajak turmush o'rtog'im. Mani faqat chet olib borish kerak. Dubay, Turkiya, Maldiv. Asaloyiga esa. Buni qara. Quloqning orqasiga zivachka menga Dubay deydi mana buni. Yaxshi. Короче. Bo'ldi. Shashlikni piyozma yeganmisizlar? Men burunlarimga rahmingiz kelsin. Burunlarim men kechiringlar iltimos. Yo'q, kechirmaymiz. Men ham gapiray jim. Mencha hammacha ijro. Yaxshi qiz. Stop. Mani bo'lajak turmush o'rtog'im hamma rasxotlarimni ko'tarish kerak. Manikyur, pedikyur, sochlarim. Xullas oyiga 5000-6000 dollar rasxotlarim bor. Aylan. Kalgotka teshik menga dollar deydi. Shahboz aka. Ha. Sevgan qizcham iPhone 17 olib bermasangiz siz bilan gaplashmayman deyapti. Pochkang sot olib ber. Pochkasi qanday yashayman? Ana miyasi yo'q, yashayapti-ku mana bular. Jo'ra, men sevgan qizimga iPhone olib berdim, kontraktini to'ladim, mashina olib berdim. Lekin unga uylanmoqchiman-da, men qishloqdanman. U qishloqqa borib yashashga ko'nika olarmikin? Ko'nikada men sog'ish bilan ekan-ku mana. Men sovg'a olib kelganman. Podarka studiya представляем. Olib chiq, hech kim yo'q, olib chiq, bor.
professor, u damlamalar nima ular? Ya damlama, zo'ri bor. Ha? Ha, ich. Namuncha mazali va totli bo'lmasa bu. Chunki bu avval limonadi. Yoqmadimi? Ey, sho'r. Chunki bu analizm. Aka, siz ximiksiz-ku. Nimagadir nima ish qilsam ham orqaga tortyapti. Ishim yurishmayapti. Xullas minusdaman. Zo'r yechim bor. Ma. Yuvinib yur bo'ldi. Aka, bu qivizi-ku, endi yutqizib qo'ysak rektorga nima deymizki? O, bunga ham zo'r yechim bor. Hozir. Mana, vazelin. Bu nima qilamanmi? Endi bellarini uqalaysan, oyoqlarini uqalaysan, vaziyatni yumshatasan, ukajon. Biz shartimiz so'ngini bir rivoyat bilan yakunlamoqchimiz. Bir kuni Nima kerak? Rivoyat, aqlli gap, aforizm, chornimeli video. Nima kerak? Bu hamma katta odamlar, hamma oliy ma'lumotli. Xullas, hamma bilib ishni qilsin, talabalar 5 baho olsin, yomon ishlar qilmanglar, uydagilar bilan tinchmanglar. Rahmat, sizlar birin nima deyapman, men chaqirting meni. Rahmat, sizlar bilan birinchi atomda atom jamoasi bo'ldi. Bu shunchaki o'yin emas, biz yoshlarning ijodi, hazillarning zo'ri, hammasi bizda, chin dildan barchangizga. Cheksiz imkoniyat, quvnoq zo'r vaziyat davramizga keling, barchani chorlaymiz do'stlardan rasm quvnoqlar va zukkolar. Sahnada atom yoshlari, quvnoq zukko yoshlari, maqsad yagona, kubok sari olg'a shu bilan gap tamom, sahnada atom. Atom jamoasiga Guldiroz Qarsagiylar.